Assalomu alaykum. Xo'p, biz Hamroqulga keldik. Yangi yo'linglar bo'lsa biladi bu taraflarni. Xo'p, mana xuddogimizni bitta asarti, bitta biftek, bitta bistrogan olib kelib berdi akamizga. Aka, rozi bo'lasiz? Mana videoga olaman. Kattakon, rahmat. Ovqatlarimiz yoqadimi aka? Rahmat, Xudoga shukr. Hammasi zo'r, ovqatlarga gap yo'q. Mana xizmatda charchamanglar, rahmat. Sardor kafesiga addinglar, rahmat. Narxlari gap yo'q, arzon, ham sifatli ovqatlarini yeb ko'rganmiz. Shunga uyda o'tirib ham zakaz qilamiz, dastavkalariga olib kelib berishadi. Rahmat. Bundan keyin ham omad hammasiga. Ishxonalariga omad, povurlariga haddingni rahmat aytamiz. Ovqatlariga sizlar ham zakaz qilinglar. Bo'ldi aka. Gap yo'q lekin. Rahmat shunchalik xizmatda. Mana kecha kunduz xizmatda. Gap yo'q, rahmat shunchalik. Aka, charchamang. Aka, rahmat. Salomat bo'ling. Aloqaga chiqarasizlar. Xizmat bo'lsa, yangi yo'llar barcha joyiga iloji boricha dastavka qilib beramiz. Rahmat. Xo'p. Hamroqulga ham aytaman, o'zimizda mahalladoshlarimga ham. Bo'ldi. Bemalol zakaz qilsanglar, gap yo'q. Narxlari hammam bor. Bemalol zakaz qilsanglar. Sizlar bor, biz bormiz aka. Rahmat. Xo'p, omon bo'linglar, charchamang. Xo'p.